farzandidan noliydiganlarga nima tavsiyangiz bor? Bolasidan nolganlar bor. Uni qilib bermayapti, buni qilib bermayapti deydi. To'polon qilyapti deydi. Va kaza nimalarni gapiradi. Qani edi farzandim sog' salomat bo'lsa-yu, to'polon qilib o'ynasa, yo ota deb odamlarga o'xshab gapirsa. Farzandi bemorligini mana mendan so'ra. Bilib bilmaganlar har qanday gapiradi. Lekin meni kunimda do'stim, dushmanimni boshiga soladi. Bunday kunlar. Alloh farzandi sog' salomat bo'lsin. Deyman. Shunday sog'lom farzandi o'tirib, farzandidan noliydiganlar qancha. Alloh bergan farzand. O'shaning uchun hech qachon nolimaslik kerak. Farzandi sog'lom bo'lgan ota dunyoda eng baxtli ota. Botirjon, yaxshimisiz? Assalomu Hopir aka, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana uchrashmaganimizga ham qariyb 7 oy, 8 oy bo'lib qolibdi. Ke oğlum, yaka keçin. Ular kim ekan? Bu akam bo'ladi. Bu hozir 48 ga kiryapti. 3 yosh katta mendan. Yakka yolg'izmi? Yakka yolg'iz. Siz bilan turadi? Men bilan turadi. Mardikorchilik. Uylanganman aka, bu o'g'limizning onasi tashlab ketgandan keyin ikkinchisiga uylanganman. Bu ayolga? Bu ayolga uylanganman. Unga uylanganim 4 yil bo'lyapti. Bu farzandingiz necha yosh? Bu 16 ga kirdi. Bunday makonga hech yoqqa chiqib bir ishlayolmayman, boshqa qila olmayman. Faqat mana shuni oldida. Mana shu hojatga chiqqanini ko'rdingiz aka, o'z ko'zingiz bilan. Aka, men o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Alloh bilar. Ko'nglingizga botsa, oldindan uzr so'rayman. Bir so'rashim bor, maylimi? O'g'lingizni maxsus muassasalarga topshirish bo'yicha bir o'ylab ko'rganmisiz? O'ylab ko'rdim aka. Rosa ko'p o'ylaganman. Ilojim yo'q. Agar qo'lingizdan kelsa, yordam bering. Topshirishga rozisiz? Ha. Rengin yaxshimi? Rengin yaxshi, biroq Rafet borga o'tganmidi. Onkolog Mana onkologning afasi bor. yotqizishga tayyor. Sizlarga rahmat. Ne yaptılar bilse koymaydı. Onun ketişini bilmeyaptı. Bunda ilacı yok. Nima qilaman? Taqdirga tan beramiz. İlacı yok.
birinchi so'rashim, o'g'il qanday? Yaxshi, rahmat, shukr. Borib kelyapsizmi? Ha, borib keldim, bordim, ko'rdim. Xudoga ming qanday shukr. Yerda ovqatini berib turadi, yo kiyim kechagini, yo boshqasini o'z vaqtida qilib turadi. Lekin men uyda turib birovga ulgursam, birovga ulgurolmayman. Birovni qilsam, birovni qilolmay qolaman. Ovqat topsam, unga qarashga ana qilolmayman. Unga qarasam, ovqatiga topolmas. Davlatimizga mingdan ming rahmat. Hozirgi kunda oq yuvib, oq tarab qarab o'tiribdi. Oldin o'sha bola oldimdaligiga men ko'chaga chiqolmasdim. Faqat uyga non tovib yeyishimiz ham, misol uchun oila boqishimiz ham, misol uchun uni kiyim kechagiga yo boshqasiga qarashga rosa qiynalganman. Qiynalardik. U ham, men ham mahallaga borar edim. Bir 2 kun, 3 kunda borar edim. Bitta akamni topgani nima bo'ladi? 4 ta jon bo'lsa, haftalab qora qozonimiz qaynamas edi. Xudoga ming qanday shukr, hozir sal bo'lsa ham yaxshi. Kuniga 100 ming, 200 ming bo'ladi. bo'ladi. Bo'lmaganda bir 100 mingdan topamiz. Har birlaringiz. Ha, shukr. Shu ro'zg'orimizdan ortganini mana hozir 3 ta 4 ta echki baylab qo'yganmiz. To'plab qo'yganimiz bor, bir 700 ming, 800 mingcha bor. Shu Xurshidbekka shu kiyim kechak, bir issiq kiyim yo bir narsa qilib Bu yerda kiyim kechak beradimi? beradi, yerga ham beradi. Endi shunda ham bo'lsa oparib berishim kerak. Qolganiga shu keliningizni eson-omon qutulib olishiga pul yig'moqchiman-da. Shu kelajagim hozir sog' salomatgina tug'iladimikan degan umid bilan yashayapman. Bugungi kunda nimadan qiynalyapsizlar ro'zg'or tebratishda yoki nimaga muhtojliklaringiz bor? Aka, sizni mana shu so'raganingizga mingdan ming rahmat. Allohga shukr, o'zimizni o'zimiz eplab turibmiz. Hokimiyat hovliga 1 sotik issiqxonani materialini, ya'ni temirlarni beramiz dedi. Nima bo'ldi? Oldingizmi? Yo'q aka, olganim yo'q. Uni qurmaysizmi hozir? Yo'q, hozirchalik Eplay olmaysiz. yo'q, eplamayman. Keyin kelinga shveyni tikuv mashinasi dedi. Yo'q, u ham kerak emas. Hamma qo'shnilarda mashinka bor. Tikaydigan mashinkalar bor. Bizga hozirchalik kerak emas. Tushunarli. Beminnat Allohim shu beradigan rizqidan qismasin bizni. Mendan so'rasa Allohimdan faqat sog' salomatgina o'g'ilmi, qizmi farzand berishini so'rayman. Qariga o'sha sog' salomat bo'lsa-yu, baxtli bo'lib yashasa. Farzandi sog'lom bo'lgan ota dunyoda eng baxtli ota. Ketdik aka. To'g'risini aytsam, sizni kutyaptim. Shu siz bilan borib ko'raman deb o'tirib. Xuddi yangi aytganimizda baribir bir xayolimiz yaqin bo'lar. U joylarga borib gap qilmasin, ko'rib gap qilmasin. Men mana shu 2-son viloyat ruhiy asab kasalliklar shifoxonasida bir necha yillar bosh hamshira vazifasida ishlab kelyapman. Ismim Bahromova Oliya Rahmatovna. Oliya opa, necha o'rin? 200 o'ringa mo'ljallangan, lekin ayni kunda 220 ta bemorimiz bor.
Xo'p, ayollarimiz 100 tadan, erkaklarimiz 110 tani tashkil qiladi. Kiyim-kechaklari har bitta bemorimizga 3 komplektdan beriladi. Belyolari ham, yotadigan kiyimlari и pastellari и kiyimlar. Ovqatlanishi. Ovqatlanish 5 mahal ovqat beriladi. Ovqatdan muammo yo'q. Mana shu yerda kasallar ko'rgan sharoit, ba'zilarini oilasida, uyida yo'q sharoitlar bizning shifoxonamizda bor. Shu o'rinda ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman, agar kimgadir bu holat bir shubha uyg'otadigan bo'lsa, bemalol xohlagan kuningizda kelib ratsionimizda, mana oshxonamizda ovqat tayyorlanadi. Kelib bemalol ko'rib, qanaqa ovqatlanayotgani, menyulari qanaqaligini ko'rib ketishingiz mumkin. Davlatimizga ming rahmat, hamma narsani ta'minlab qo'yibdi. Bu yerdagi kasallar ovqatga, kiyimga yoki bir boshqa narsaga muhtoj emas, zor emas ular. Bular faqat mehrga zor. Ota-onani mehriga zor bu kasallik. O'zini ota-onasi mehri boshqacha.